Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Siz Alloh meni yaxshi ko'radi, men Allohni yaxshi ko'raman deb aldanib qolmang. Agar Alloh sizga bu dunyoda toji taxt, baxt va saodat, tansihatlik, boylik, go'zal hayot, siz so'ragan hamma narsani berib qo'ygan bo'lsa ham, bularning hammasini Yahudi bilan kofirga ham berib qo'ygan. Yoki musulmon bo'lib, Qur'on yodlab, qori bo'lib, ilm olib, mulla bo'lib, taqvo qilib, hajga borib, toat ibodatni qoyil qilib qo'ysangiz ham, Yahudi, Nasroniylar ham musulmon edi. Shayton 4 kitobni yod biladi. Farishtalarga ustoz, taqvodor mulla, jannatning sultoni edi. Muso alayhissalomning eshagi ham hajga 1000 marta borib kelgan. Muhabbat, boylik, ilmu amal, martaba bilan o'lchanmaydi. Agar Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, uni o'zi sevgan qulining huzuriga yuboradi, tarbiyalaydi, o'z ulug'ligiga loyiq tarzda odob o'rgatadi va nihoyat uni sevadi. Agar sizni bir piri komilga yo'liqtirgan bo'lsa, demak Alloh sizni yaxshi ko'radi. Avval Alloh yaxshi ko'radi sizlarni, so'ngra sizlar yaxshi ko'rasizlar uni. Bu Alloh taoloning so'zi. Aytingchi, sizni piringiz bormi? Buni izohlarda yozib qoldiring.